Ha, 4 dona talinka qoldi. Bundan keyin kirlarni yuvib xonaga kiraman. Siz kirib turavering, xo'p? Alo. Oyjonga o'tgan ekanlar. Oyim? Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Hey, keling, oyi, o'tiring. Choy qo'lda ichamanmi? Ha, hozir. Ay, yo'q, hozir. Ona belim og'rib qoldi. Mana og'rigan bo'lib qolgan. Ha, sen tur borib piyola olib kelaysanmi oyimga? Shakar yo'qmi bu uyda? Bilsam o'zim bilan olib kelardim. Bor onamga shakar olib kel. Bor tez. Hozir olib keladi ona. Shakarni qatga qo'ydi ekan. Yaxshimisan bola? Yaxshi yuribsan. Ha, rahmat. O'zingiz yaxshi keldingizmi ona? Shakarni qatga qo'ydingiz. Navaralarim qani ko'rmayapti? Tepada ishkopda. Ha, bog'chasi nomi shunaqa, tepada ishkopda. O'shaqa berganmiz navaralarni. Bog'chada hali kelmadi. Adam yaxshimi o'zi? Ne, men betlachang. Ulgurmayapman de, oyi. Ha, yo'q, anu xotinga tozalamaysanmi deb etishga ulgurmayapman. Etmasa qilmas ekan-ku. Voy, men salat mazasi zo'r ekan. Retsept qanaqa buni? Qarang, tvorog, mayonez, tovuqni qovurmaysiz, qaynatasiz, zo'r chiqadi. Koreyskiy tuz ozgina, chesnogi ham bor ichida. Qarang-da, zelenlari bilan. Mana shunaqa. Qilinar ekan. Keliningiz qilganda ko'rib qoldim. Ha? Ha, oxirida tusanadi. Yo'q. Eshik taqilyapti, bor qarang. Voy, ha, sen ochmayman-ku, bor. Urush turish kerak. Yaxshi keldingizmi, adi? Ha, yaxshi. Tinchlik xotirjamlik bo'lsa. Choydan qo'y. Choy yengilab kelish kerak. Ha. Ha, hozir. Ay, anaqa bel. Bel. Bel, yo'q, qo't. Nima suryapsan? Akalar 100 ming like yig'lik kontent bombasi. Kim edi? Abduqodir futbol jinni fakalashtarini keldi. Hey, buldozer keldi. Tak Toshkentga yetib keldi. Mana akalar Abduqodir aka mana futbolni legenda. Ibo, sharmanda qilma. Mana Abduqodir. Bir gol Bu qildim. debdi nima? Kamal 100 mingta, 100 mingta. Birinchi o'rinda turamiz. Husanov kelyapti do'stlar. Aka jonim, birga ketamiz. Ibo, tursin. Jinni gaplan gapirib qo'yasiz, okey. Va ishxonaga mashta tusha qol. Abdurahmon aka bopnilida lekin bor-ku. Jonim, birga ketamiz. Eksklyuzivni jigal ajotaj yomon bo'lyapti. Hozir jinni narsa bo'ladi. Abduqodir Husanov o'zi ham qoma ketib qolsa kerak. Okey, 100 mingta like qilaylik, davay. Ibo, sharmanda qilib o'tir. Voy, Ibo, bu yelikki qanaqasi? Bu okey. Bu jinnisi, okey bu. Abduqodir kam, tabriklayman. 20 yoshli bola. Ukajonim, bizadan Abdushisanga keramika, brani plonka, tonirovka, polik, chexol, освежитель, bularning salvetkalar o'zimdan ukajonim. Eng yaxshi tomonni aytaymi? Mana shu enoq moylari ham Abdushisanga ukam, arab amirligini moyi. Klimat tanlamaydigan moy. Mana shu mashinangga gelik vaganga qo'yamiz, xo'pmi? Okey, men ham reklamamni aytavering. Gapir, Ibo bo'laqa. Mana Silverstone Doppler Pro imminni radar detektori bor-ku, mendan sizga sovg'a. Ko'rsatib Ibo. Mana, jigar, mana ko'rib olinglar. Bu-chi umuman pameh bermaydi. Buni hozir konkurenti yo'q. Jinnisi fakini ishlaydi, mana sizga, okey. Uka, obkam gapirib beradi. Ukajonim, mana shuni qo'yib beramiz. Gelik vaganiga ustolovka qilib beramiz, bo'ptimi? Nima deysan, Ibo? Azizlar, juda ham eksklyuzivniy videolar faqat bizda. Kuzatishni davom etinglar. Abduqodir Husanov ovqatlanyapti. Ukajonim, mana shu qashqdan o'z bilan okala qilishadi. Tashqariga chiqib bitta video olamiz. Ibo, gapir. Okey, gol urganingizdan keyin bitta Ibrohim Abdusiringni bering. Bo'ldi qilinglar, okey. Sartaroshga video qo'yyordi. Sizning aloqasi bor uni. Uka, objag'ing chiqarib qo'yma, aralashma. Men o'zim mukammal edi. Ol ukajonim, va qo'chqorim o'zim. Bu eksklyuziv. Mandarin o'tdi. Davay. Akalar, like bosamiz. Azizlar, dunyo yulduzlariga reklama berish xohlasanglar, Abdurahmon Fazilov profiliga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Reklamani enasini chiqargandan birgalikda ko'rsatamiz. Fakini ishlaydi, okey. Voy, Abduqodir ukajonim, seni yaxshi ko'radigan American Surprise shiriklari. Abdurahmon aka, bo'ldi-da, trilovka qilsangizgina. Tushunmadim. Bir boshini yorib qo'yaymi kechagi olimni do'stlar? Bu men ukam bo'ladi, yoshligidan taniyman. Qatligini? Toshkentlik.
Ana, jahonlar bilan birga o'ynagansan futbol. Ukam, sen yaxshi ko'rgan shirinlik mana. Bu yangi chiqqan biskviti. Men gapiriyo, okey, Abduqodir aka, mana originali bo'ladi. Mana bu pechati bor, ko'ryapsizmi? Faqat mashinasidan olsangiz pul chiqadi. Hozir dollarlar ham chiqyapti, jigar. Hali oxirgi videoni 100 ga qilib yuboraylik, jigar. Hey, boshqa turmagin, qo'sh yoqqa. Okeylar, ishonmayotganlar bo'lsa, mana ochib ko'rsatamiz. Ukajonim, mana qara, buni yegan, buni dirkillab turishini qara. Ol. Ol, ukajonim, ol. Kim ekan? Keling aka. Voy, xalatda jinnisi-yu. Abdurahmon akani chaqirib oling. Meni uyimda Abdurahmon aka nima qiladi? Voy, o'g'ani yotibdilar-yu. Endi oshirib yubordinglar lekin. Javo darajada bezmasmani. Bahodir Jalol. Yordam beringlar, uyim yonyapti, yordam beringlar. Majnun tolning shoxlarini qayrildim, yor aytib uzatdilar, sendan ayrildim. Bo'ling tezroq. Ha, hozir. Mo'min aka, siz Men siz baxtlimisan? nimalar deyapsiz? Uyim yonyapti. Meni yuragim yonyapti. Mo'min aka, adam ichkarida. Ehtiyot bo'l. Mashaqqat tur. Hay hay ulan jon ulan, ulanchi qiz yor yor, va'dasida turolmagan yolg'onchi qiz yor yor. Hay hay ulan jon ulan, ulanchi qiz yor yor, va'dasida turolmagan yolg'onchi qiz yor yor. Yordam ber. Bolam yordam ber. Oyog'imni ezib qo'ydi, yordam ber. Qizimni sevasan? Menga qara qildim, so'tak, turishingni qara. Dovdirsan-ku, senga beradigan qizim yo'q. Tur yo'qol. Tur yo'qol dedim senga. Yo'qol. Shu holda dedim senga hozir boshingni chaqib qo'yaman. Rahmat bolam, qutqarib qo'yganing uchun rahmat. Men senga qizimni bermay noto'g'ri ish qilgan ekanman. Aslida jasur, mard Mo'min yigit aka, ekansan. adamni qutqardingizmi? Sho'ttaman-u qizim. Uyda hech kim yo'q ekan. Oy, Qanaqasiga? qara qilib. Ada, Voy bula, nima? Voy, qolmadingmi? Voy. Nima qilganing bu? Erkak! Nima qilib ichkarida qolib ketdimi? oyi! Voy, onasi ham bor ana. Xavotir olma. Men o'zim qutqaraman. Men sizga ishonaman. Yo, unaqa. Jon ulan, ulanchi qiz yor yor. Mahallani obodonchiligiga qarash. Ayya, menga qo'yag'im. Assalomu alaykum rais bor. Ona aytib qo'y 2006lar. Sumalak qilishyapsanlar ekan, o'tib qatordagi meni teraklarimni kesishadigan bo'lsang, Pilampeyadan sakrab uraman. Bo'ldi, xo'p bo'ladi rais bor. Ole. Mahkam jo'ra. Nima deysan? Ya, Inderzit, Futbolni qayerda ko'ramiz? qanaqa futbol? Bugun O'zbekiston o'ynaydi. Senda bir vatan shukuhi bormi? Bir vatanni his qiladigan qalbing bormi? Yoki bedapayami qalbing? Bu his qilish kerak-ku. Adoyim bo'lganmi seni O'zbekiston deganda bunday jullaring tikka bo'ladimi? Bir his qilasanmi O'zbekistonni? O'yinini ko'rasanmi? Ha? Men sen bilanchi Abduqodir to'yidachi Xo'lnutga nos chektirmoqchi edim. Endi ko'rasan sen. Sendaqa mahallada haydab boraman. Qanaqa futbol? Qizim boshlandi-yu. Hurmatli hamqishloqlar, og'izocharga uqalanmasdan sariq bola pizzadan zakaz qilinglar. 119 mingga Ramazon seti 4 kishi bemalol kirib to'yadigan 1 2 3 Hala Madrid deb nomlangan pizzalar, ichida 2 ta suvimiz hamda 2 ta xurmoyimiz hamda 1,5 litrlik kolamiz bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugun futbol. Bu mahalladagilarga aytdim, kishi boshiga pul yig'aylik. Magicda oldi turib, Open byudjetga ovoz berib, mahallani asfalt qilaylik dedim. Nima dedi? O'zimiz ovoz beramiz, o'zimiz ovoz. Qo'yaqmi ovozini ham yiqqan yo'q. Yashamaylik ekanda. O'tgan. Sen yaxshi ko'rgan qizchang boshqasi bilan yurdi. Sensizlikda qolib yana xastaman.
voy. Meni sevaman deb turib, kim qayerdan odamlar bilan yuribsanmi? Men sevgimni o'yin qilib turib, men kecha bergan $100 ham olib qo'y. Kim qayerdagi boboylar bilan yuribsan? Men borki ayrakash bo'lishim mumkin, lekin halol to'g'man pulim, tushundingmi? Buni odamga o'sha kim qayerlardan to'q yosh qizchalarni boshini aylantirib yurmayman men. Adam, mana adam. Sen adam ham deyversan, bitta uy bilan mashina olib dadam deyversan-da. Haloyi qaranglar, mashinaga borku, qizlar ko'payib ketgan. Mana mashina bilan uy olib dada deyveradi, yosh katta odam deyam. Bu meni qizim, ona qizim. Shamshod aka sizmi? Manman Shamshod mayda. Adam dedim-ku, haqiqiy adam. Haloyiq, dadasi ekan, yinasini yer ekan. Yinalarni ko'rsin. Yo'q aka.